Do'stlar, mebelchilar vodiyliklardan mebel olmaylar deganda men jahlim chiqib ketardi-da. Nimaga bular bir-birini ko'ra olmaydi deb. Lekin to'g'ri aytgan ekan, qaranglar. Juda ham chiroyli qilganda, men qaranglar, zo'r chiroyli qilgan. Mayaqlar o'zi yig'ilib qolgan, ko'ryapsizlarmi? Sababi men qaranglarda rekachani qanaqasidan qo'ygan qaranglar. Mana o'zi sinib ketgan. Mo'yin soplarni qaranglar. Mana qimillayapti bir mana bu. Mana bu nima ushlaydi, hech narsa ushlamaydi buni. Buni qaranglar. Mana sinib ketgan qaranglar. Sinib ketgan. Mana oyog'ini almashtiraman deb mana qiluvdim. Mana oyog'i ham sinib ketgan. Qarasa mana o'rtasi sinayapti. Mana qorasini yechdim. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa no'insofli bu. Shunchalik ham yuqa qo'yasizlarmi? Xatiya, misol Xitoy reka qo'yinglar. Mayli, sog' bo'linglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman.